Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi qonun kuchga kirdi va bu o'zgarishlar faqat yuristlar, tadbirkorlar yoki davlat idoralarida ishlaydigan odamlarga emas, deyarli har bir oilaga, har bir fuqaroning kundalik hayotiga taalluqli. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik qonun o'zgarganini keyin biladi. Jarima kelganda, hisob raqamiga cheklov tushganda, hujjat rad etilganda yoki biror imtiyozdan foydalana olmay qolganda. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda nima o'zgargani, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligi, kimlar xavotirlanmasa ham bo'lishi va hozirning o'zida nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha jarima, ovoragarchilik va asabiylashishdan saqlanadi. Avvalgi tartibda ko'p masalalarda odamlarning o'zi hujjat ko'tarib yurishi, ariza yozishi, navbat kutishi, bir idoradan ikkinchi idoraga ma'lumotnoma olib borishi odatiy hol edi. Masalan, kimdir mulk bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsa, alohida murojaat qilardi. Kimdir qarzdorlik yo'qligini isbotlamoqchi bo'lsa, bankdan, soliqdan, kommunal tashkilotlardan alohida ma'lumot yig'ardi. Kimdir jarima bor yo'qligini bilmay yurardi. Keyin esa avtomobilni sotmoqchi bo'lganda yoki chet elga chiqmoqchi bo'lganda muammo chiqardi. Endi yangi tartibning asosiy g'oyasi shuki, davlat xizmatlari, majburiyatlar, qarzdorliklar, jarimalar, ayrim ruxsatnomalar va huquqiy oqibatlar ko'proq elektron tizimlar orqali bog'lanadi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, fuqaro men bilmagan edim, menga hech kim aytmadi, xat kelmadi, uyda yo'q edim degan gaplar bilan har doim ham vaziyatdan chiqib keta olmaydi. Chunki xabarnoma elektron kabinetga, SMS orqali, mobil ilovaga yoki davlat xizmatlari tizimiga yuborilgan bo'lsa, ayrim holatlarda bu rasmiy xabardor qilish deb baholanishi mumkin. Men bu yerda eng muhim nuqtani alohida aytaman. Qonun kuchga kirgani sizni avtomatik ravishda jazolash uchun emas, tartibni aniqroq qilish, hujjat aylanishini kamaytirish, mas'uliyatni oshirish va yashirin qarzdorlik yoki tushunmovchiliklarni kamaytirish uchun qabul qilinadi. Lekin amalda odamlar buni vaqtida tushunmasa, foydali tartib ham muammoga aylanadi. Sizda 20 ming so'mlik ma'muriy jarima bor. Siz uni kichik narsa deb o'ylaysiz. Vaqt o'tadi. Ustiga penya yoki qo'shimcha xarajatlar qo'shilishi mumkin. Keyin 20 ming so'm masala emas, balki bank amaliyoti, mulkni rasmiylashtirish yoki transport vositasiga taqiq kabi kattaroq muammoga aylanadi. Birinchi muhim o'zgarish ma'lumotlarning elektron shaklda yuritilishi kuchaymoqda. Ilgari ko'p odam qog'ozim qo'limda bo'lsa bo'ldi deb o'ylardi. Endi esa ko'plab holatlarda tizimdagi ma'lumot qog'ozdan ham muhim bo'lib qolmoqda. Masalan, sizda to'lov cheki bor, lekin to'lov tizimga tushmagan bo'lsa, amaliyotda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, to'lovni qilgandan keyin faqat chekni saqlamang, tizimda qarzdorlik yopilmaganini ham tekshiring. Ikkinchi muhim o'zgarish xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirish xavfli bo'lib bormoqda. Telefoningizga kelgan SMS, MyTokov.uz kabinetidagi xabar, bank ilovasidagi ogohlantirish yoki soliq organidagi elektron bildirishnoma oddiy reklama emas, albatta. Firibgarlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Har bir linkni bosish mumkin emas. Lekin rasmiy manbalardan kelgan xabarni ko'rmay yurish ham to'g'ri emas. Men amaliyotni ko'p ko'rganman, odam telefonimga nimadir kelgandi, o'qimadim deydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, unga muddat berilgan. Shu muddat ichida e'tiroz bildirish yoki hujjat topshirish kerak bo'lgan. Muddat o'tib ketganidan keyin vaziyatni tiklash ancha qiyinlashadi. Uchinchi muhim o'zgarish. Ayrim masalalarda javobgarlik tezroq yuzaga keladi. Oldin bir xato bo'lsa, odam bir necha oy sezmay yurishi mumkin edi. Endi tizimlar bog'langan sari qarzdorlik, noto'g'ri ma'lumot, muddati o'tgan hujjat yoki bajarilmagan majburiyat tezroq ko'rinadi. Masalan, tadbirkor soliq hisobotini o'z vaqtida topshirmasa, bu faqat buxgalter muammosi emas. Hisob raqam bilan ishlash, shartnoma tuzish, tenderda qatnashish, kredit olish yoki litsenziya masalalariga ham ta'sir qilishi mumkin. Eng avvalo, avtomobili bor fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki transport bilan bog'liq jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma, oldi-sotdi va taqiq masalalari elektron tizimlarda tez ko'rinadi. Oddiy misol, Akmal aka avtomobilni sotmoqchi. Xaridor topildi, narx kelishildi, notariusga borishdi. Shu payt avtomobilda eski jarima yoki ijro taqiqi borligi chiqdi. Jarima bor yo'g'i 300 ming so'm bo'lishi mumkin, lekin bitim o'sha kuni amalga oshmaydi.
xaridor fikridan qaytishi mumkin, vaqt ketadi, asab buziladi. Agar Akmal aka bir hafta oldin tekshirganida masala 10 daqiqada hal bo'lardi. Ikkinchi toifa, kredit olgan yoki kimgadir kafillik bergan odamlar. Ko'p odam kafillikni oddiy imzo deb o'ylaydi. Aslida esa kafillik juda jiddiy majburiyat. Agar asosiy qarzdor to'lamasa, bank yoki kreditor kafildan talab qilishi mumkin. Yangi tartiblar elektron nazoratni kuchaytirgan sari bunday majburiyatlar yashirin qolmaydi. Masalan, siz do'stingizga 20 million so'm kreditga kafil bo'ldingiz. Do'stingiz 2 oy to'lamadi. Sizga xabar keldi, lekin e'tibor bermadingiz. Keyin o'zingiz kredit olmoqchi bo'lganingizda kredit tarixi yomonlashgani yoki majburiyat mavjudligi sababli rad javobini olishingiz mumkin. Uchinchi toifa aliment, ijro hujjati yoki sud qarori bilan bog'liq majburiyati bor shaxslar. Bu masalada men juda ochiq aytaman, aliment yoki sud qarorini vaqtida bajarmaslik keyinchalik juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Gap faqat pulda emas. Ayrim holatlarda cheklovlar, qo'shimcha undirish xarajatlari, ma'muriy yoki boshqa javobgarlik masalalari ham yuzaga keladi. Masalan, oyga 20 million so'm aliment belgilangan bo'lsa va odam 6 oy davomida to'lamasa, qarzdorlik 6 million so'm bo'ladi. Bunga qo'shimcha xarajatlar, majburiy ijro tartibidagi to'lovlar va boshqa oqibatlar qo'shilsa, masala yanada murakkablashadi. 4-toifa, yakka tartibdagi tadbirkorlar. Kichik biznes egalari va o'zini o'zi band qilganlar. Ko'p odam mening biznesim kichkina, menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin qonun kichik yoki katta biznesga qarab emas. Majburiyat bajarilmaganiga qarab ishlaydi. Agar siz daromad olayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzayotgan bo'lsangiz, xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, soliq chek, hisobot, ruxsatnoma va mijoz huquqlari bo'yicha tartiblarni bilishingiz kerak. Masalan, uyda tikuvchilik qilayotgan ayol oyga 5 million so'm daromad qilsa, u o'z faoliyatini qanday rasmiylashtirish kerakligini bilmasa, keyin tekshiruv yoki bank aylanmalari bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. 5-toifa, uy-joy, yer, meros, ijara yoki oldi-sotdi bilan shug'ullanayotgan odamlar. Mulk masalasida bitta xato ko'p yillik muammoga sabab bo'ladi. Masalan, uy sotib olayotgan odam faqat narx va joylashuvga qaraydi, lekin uyda taqiq bormi, kommunal qarzdorlik bormi, kadastr hujjatlari to'g'rimi, mulkdorlarning roziligi bormi, meros bo'yicha nizo yo'qmi, bularni tekshirmaydi. Keyin pul berilgandan keyin hujjat to'xtab qoladi. Yangi tartiblar bunday ma'lumotlarni aniqroq ko'rsatishi mumkin, lekin tekshirishni baribir o'zingiz qilishingiz kerak. Agar siz hujjatlaringizni tartibli yuritsangiz, jarimalarni vaqtida to'lasangiz, kredit va aliment kabi majburiyatlaringizni kechiktirmasangiz, rasmiy xabarnomalarni tekshirib borsangiz, xavotirlanishga asos yo'q. Yangi qonunning maqsadi tartibli odamni qiynash emas. Aksincha, tartibli odam uchun ko'p ishlar osonlashadi. Masalan, oldin biror ma'lumotnoma uchun idoraga borish kerak bo'lgan bo'lsa, endi elektron tizim orqali olinadi. Oldin navbatda turish kerak bo'lgan bo'lsa, endi onlayn ariza berish mumkin. Oldin hujjatning holatini bilish uchun tanish izlash kerak bo'lgan bo'lsa, endi kabinet orqali kuzatish mumkin. Lekin men xavotirlanmang deganda umuman tekshirmang demayapman. Har bir fuqaro kamida oyga bir marta asosiy elektron manbalarni ko'rib chiqishi kerak. Bank ilovangizdagi qarzdorliklar, soliq ilovasi yoki shaxsiy kabinet, davlat xizmatlari portali, jarimalar bazasi, kommunal to'lovlar va kredit majburiyatlari bo'yicha holatni tekshirish odatga aylanishi kerak. Bu xuddi uy eshigini qulflashga o'xshaydi. Har kuni muammo bo'lmaydi, lekin tekshirish xavfsizlik beradi. Birinchi misol. Dilshod ismli haydovchi tezlikni oshirib yubordi va etimni 1 so'm jarima yozildi. U jarimani ko'rdi. Lekin keyin 2 oy o'tdi. Keyin mashinasini sotmoqchi bo'ldi. Notariusda jarima ko'rindi. Ustiga boshqa eski jarima ham bor ekan. Xaridor men muammoli mashina olmayman deb ketdi. Dilshod aslida 1 so'mni vaqtida to'laganda mashinani o'sha kuni sotishi mumkin edi. Bu yerda muammo jarimaning miqdorida emas, e'tiborsizlikning oqibatida. Ikkinchi misol, Malika opa kichik do'kon yuritadi. U tovar sotadi, lekin ayrim savdolarda chek bermaydi. Mijoz o'zi so'ramadi deb o'ylaydi. Yangi nazorat tartiblarida mijoz shikoyat qilsa, savdo aylanmasi bankdagi tushum bilan solishtirilsa, savollar paydo bo'lishi mumkin. Natijada Malika opa men bilmagandim deb tushuntiradi. Lekin bilmaslik har doim javobgarlikdan ozod qilmaydi. To'g'ri yo'l shuki, savdo bo'lsa, rasmiylashtirish ham bo'lishi kerak.
Uchinchi misol, Jasur do'stiga kredit olishda kafil bo'ldi. Do'sti 3 oyda yopaman dedi. Jasur hujjatni o'qimadi, faqat imzo qo'ydi. Oradan vaqt o'tdi, do'sti to'lamadi. Bank Jasurga murojaat qildi. Jasur hayron, men pul olmaganman-ku deydi. Lekin kafillikning mazmuni shuki, siz pulni olmagan bo'lsangiz ham qarzdor majburiyatni bajarmasa, sizdan talab qilishlari mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, imzo qo'yishdan oldin hujjatni o'qing, tushunmagan joyingizni so'rang, zarur bo'lsa yurist bilan maslahat qiling. 4-misol. Bir oila uy sotib olmoqchi. Sotuvchi narxni arzonroq aytadi. Tezroq pul kerak deydi. Xaridorlar shoshiladi. Oldindan katta summa beradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, uy bo'yicha merosxo'rlar o'rtasida kelishmovchilik bor. Kadastr hujjatida nomuvofiqlik bor yoki uyga taqiq qo'yilgan. Yangi tartiblar bu ma'lumotlarni elektron ko'rsatishi mumkin, lekin xaridor tekshirmasa, xavf baribir uning zimmasida qoladi. Mulk olayotganda eng asosiy qoida pul hujjatdan oldin yurmasligi kerak. Birinchi nozik jihat, har bir xabar haqiqiy rasmiy xabar emas. Firibgarlar ham sizda jarima bor. Hisobingiz bloklanadi, hujjatingiz bekor bo'ladi deb link yuborishi mumkin. Shuning uchun men sizga aniq tavsiya beraman. SMS yoki Messengerda kelgan noma'lum linkni bosmang. Ma'lumotni rasmiy sayt, rasmiy ilova yoki bevosita idora orqali tekshiring. Agar xabarda karta raqamingiz, SMS kod, pasport ma'lumotingiz yoki bank parolingiz so'ralsa, bu juda katta xavf belgisi. Ikkinchi nozik jihat, to'lov qilingan bo'lsa ham majburiyat avtomatik yopilganini tekshirish kerak. Ba'zan texnik kechikish bo'ladi, ba'zan to'lov noto'g'ri rekvizitga ketadi. Ba'zan eski qarzdorlik bilan yangi qarzdorlik aralashib ketadi. Masalan, siz 500 ming so'm kommunal qarzni to'ladingiz, lekin tizimda 120 ming so'm eski penya qolgan bo'lishi mumkin. Siz hammasini to'ladim deb o'ylaysiz, tizim esa qarzdorlik bor deb ko'rsatadi. Shuning uchun chek bilan birga yakuniy holatni ham ko'rish kerak. 3-nozik jihat, muddatlar juda muhim. Qonunda e'tiroz bildirish, hujjat topshirish, to'lov qilish yoki shikoyat berish uchun aniq muddatlar bo'ladi. Odamlar ko'pincha mazmunni tushunadi, lekin muddatni o'tkazib yuboradi. Masalan, sizga qaror keldi va siz undan norozi bo'ldingiz. Agar belgilangan muddat ichida shikoyat bermasangiz, keyin men rozi emasman deyishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Sud yoki idora sizdan nima uchun muddatni o'tkazib yuborganingizni so'rashi mumkin. 4-nozik jihat, og'zaki kelishuv ko'p holatda yetarli himoya bermaydi. Akam bilan kelishib olganmiz, qo'shnim bilan gaplashganmiz, sotuvchi va'da bergan degan gaplar hujjat bo'lmasa isbotlash qiyin. Ayniqsa pul, mulk ijara, qarz xizmat ko'rsatish, qurilish, avtomobil oldi sotdisi kabi masalalarda yozma hujjat kerak. Hujjat deganda faqat murakkab shartnoma emas, kamida kim kimga qancha pul berdi, nima uchun berdi, qachon qaytariladi yoki qanday xizmat ko'rsatiladi degan ma'lumotlar aniq yozilishi kerak. 5-nozik jihat, boshqa odamning nomiga rasmiylashtirilgan narsa sizga tegishli bo'lib qolmaydi. Ko'p oilalarda mashina bir odam nomida, pulni boshqa odam bergan. Uy ota-onaning nomida, ta'mirlashni farzand qilgan. Biznes akasining nomida ishlatishni ukasi qilgan bo'ladi. Tinch paytda muammo yo'qdek ko'rinadi. Lekin nizo chiqsa, ajrim bo'lsa, meros ochilsa yoki qarzdorlik bo'lsa, rasmiy hujjatda kim ko'rsatilgan bo'lsa, huquqiy oqibat ham ko'pincha o'sha tarafga bog'lanadi. Shuning uchun o'zimiz bilamiz degan yondashuv mulk masalasida xavfli. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, STIR, JSSHIR, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil hujjatlari, kadastr hujjatlari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, merosga oid hujjatlar va shartnomalarni alohida papkada saqlang. Elektron nusxalarni ham xavfsiz joyda saqlang. Telefoningiz yo'qolsa, hamma hujjat yo'qolmasligi kerak. Ikkinchi qadam, rasmiy elektron kabinetlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari portali, soliq tizimi, bank ilovalari, jarimalar bo'yicha rasmiy manbalar, kommunal to'lov tizimlari va kredit tarixi bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Agar parolni unutgan bo'lsangiz, tiklang. Agar telefon raqamingiz eski bo'lsa, yangilang. Chunki rasmiy xabar eski raqamga ketsa, siz amalda xabarsiz qolasiz, lekin tizimda xabar yuborilgan bo'lib turishi mumkin. 3-qadam, qarzdorliklaringiz ro'yxatini tuzing. Qarz kichik bo'lsa ham yozing. Jarima, kredit, kommunal to'lov, soliq, aliment, ijara, qarindoshdan olingan qarz, bank kartadagi overdraft bo'lib to'lash shartnomasi.
Har birining yoniga summa, muddat va to'langan to'lanmagan holatini yozing. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin juda samarali. Odam muammoni ko'rmasa, uni hal qilmaydi. Qog'ozga tushirilgan qarzdorlik esa nazoratga olinadi. 4-qadam, har qanday to'lovdan keyin chekni saqlang va tizimda yopilganini tekshiring. Chekni faqat telefon galereyasida qoldirmang, chunki telefon buzilishi yoki o'chib ketishi mumkin. Elektron pochtangizga yuboring, bulutli xotirada saqlang yoki qog'ozga chiqarib qo'ying. Ayniqsa katta to'lovlar, sud yoki ijro bilan bog'liq to'lovlar, kredit yopilishi, avtomobil jarimasi va mulk oldi sotisidagi to'lovlar bo'yicha dalil juda muhim. 5-qadam, shubhali xabar kelsa, darhol to'lov qilmang. Avval rasmiy manbadan tekshiring. Masalan, sizda 850 ming so'm jarima bor. Mana bu link orqali to'lang degan xabar keldi. Siz linkni bosmaysiz. Rasmiy ilovaga o'zingiz kirasiz. Jarima bor yo'qligini tekshirasiz. Agar bor bo'lsa, rasmiy to'lov kanali orqali to'laysiz. Agar yo'q bo'lsa, xabarni o'chirib tashlaysiz yoki tegishli joyga xabar berasiz. 6-qadam, hujjatga imzo qo'yishdan oldin 3 ta savol bering. Men nimaga imzo qo'yapman? Bu imzo menga qanday majburiyat yuklaydi? Agar boshqa taraf majburiyatni bajarmasa, men nima yo'qotaman? Agar shu 3 savolga aniq javob bo'lmasa, imzo qo'yishga shoshilmang. Ayniqsa kafillik qarz shartnomasi oldindan to'lov, ijara, qurilish, xizmat ko'rsatish, avtomobil oldi sotish va biznes sherikliklarida bu qoidaga qat'iy amal qiling. 7-qadam, norozi bo'lsangiz, vaqtida yozib murojaat qiling. Og'zaki shikoyat ko'p hollarda iz qoldirmaydi. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, elektron murojaat yuboring, raqamini saqlang. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lsin. Qachon nima bo'ldi, qaysi hujjat asosida norozi bo'lyapsiz, nimani so'rayapsiz, qanday dalilingiz bor? Masalan, mendan noto'g'ri jarima undirilgan deb hisoblayman. Chunki to'lov falon sanada falon raqamli chek bilan amalga oshirilgan. Qarzdorlikni tizimdan chiqarishni so'rayman deb yozish kerak. 8-qadam. Katta masalada mutaxassis bilan maslahat qiling. Har bir savol uchun yuristga yugurish shart emas, lekin mulk, meros, sud, aliment, katta qarz, biznes sheriklik, soliq tekshiruvi yoki ijro ishi bo'lsa, mustaqil taxmin bilan yurish xavfli. Bir soatlik maslahat ba'zan bir necha yillik sudlashning oldini oladi. Men ko'p hollarda odamlar muammoni qonun murakkabligi sababli emas, balki boshida to'g'ri maslahat olmagani sababli kattalashtirib yuborganini ko'raman. Qonunchi faqat advokatlar uchun emas. Siz haydovchi bo'lsangiz, haydovchilikka oid tartib sizga tegishli. Siz ota yoki ona bo'lsangiz, aliment, nafaqa, bolalar hujjati, meros masalalari sizga tegishli bo'lishi mumkin. Siz karta ishlatsangiz, bank va to'lov xavfsizligi sizga tegishli. Siz uyda yashasangiz, kommunal, kadastr, ijara yoki mulk masalalari sizga tegishli. 2-xato, xabarni o'qimaslik. Bugungi kunda telefon shunchaki aloqa vositasi emas, rasmiy xabar olish vositasiga ham aylangan. Agar siz SMS, elektron kabinet va ilovalardagi ogohlantirishlarni butunlay e'tiborsiz qoldirsangiz, muhim muddatlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Men tavsiya qilaman, haftada bir marta 10 daqiqa vaqt ajrating va rasmiy xabarlarni tekshiring. 3-xato, cheksiz to'lov qilish. Pulni berdim bo'ldi degan yondashuv xavfli. Pulni kimga berdingiz? Nima uchun berdingiz? Qaysi shart asosida berdingiz? Qaytarish muddati bormi? Xizmat bajarilmasa nima bo'ladi? Bular yozilmagan bo'lsa, keyin isbotlash qiyin. Hatto qarindoshga qarz berayotganda ham hech bo'lmasa tilxat yozish kerak. Bu ishonchsizlik emas, bu kelajakdagi tushunmovchilikning oldini olish. 4-xato. Boshqa odam nomidan foydalanish. Bank kartasini birovga berish, telefon raqamini boshqa odamga rasmiylashtirib qo'yish, avtomobilni ishonchnoma bilan uzoq yillar yurgizish. Biznesni boshqa odam nomiga yuritish keyinchalik jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Rasmiy tizim kimning nomini ko'rsa, ko'p holatda javobgarlik ham o'sha odamga boradi. 5-xato, muammoni cho'zish. Kichik jarima, kichik qarz, kichik xato vaqtida hal qilinsa, arzon va oson bo'ladi. Cho'zilsa, qo'shimcha xarajat, cheklov, sud, ijro, vaqt yo'qotish va asabiylashishga olib keladi. Men har doim shunday deyman. Qonuniy muammoni erta hal qilish eng arzon yo'l. Demak, yangi qonun kuchga kirgani shuni anglatadi. Endi hujjatlar, qarzdorliklar, xabarnomalar va majburiyatlar ko'proq elektron tizimlar orqali nazorat qilinadi. Muddatlar muhimlashadi. E'tiborsizlik esa qimmatga tushishi mumkin. Tartibli odam uchun bu yengillik, beparvo odam uchun esa ogohlantirish.
Siz hozirgina hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorliklaringizni aniqlang, rasmiy kabinetlaringizga kiring. Telefon raqamingiz yangilanganiga ishonch hosil qiling va har qanday muhim hujjatga imzo qo'yishdan oldin mazmunini tushunib oling. Men sizdan so'rayman, sizningcha bunda yangi tartiblar odamlar hayotini yengillashtiradimi yoki aksincha ko'proq mas'uliyat yuklaydimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga katta muammodan saqlanishi mumkin.